Savolni o'qiyman. 0,5 mol misni eritish uchun avval konsentrlangan sulfat kislota, so'ngra to'liq erigunicha suyultirilgan nitil kislota qo'shildi. Olingan tuzni 200 gradusda massasi o'zgarmay qolguncha qizdirilganda 50 gram mahsulot olindi. Reaksiyada ishtirok etgan sulfat va nitrat kislotalar molini aniqlang deyapti. Bu yerda 200 gradus berilibdi. Birinchi bo'lib masala shartini yozib, reaksiyalarni yozib olamiz. Ana endi bizda 240 gram bu miski oksidni massasi, 240 gram, 160 gram miski sulfatniki. Mana bu yerda bizga temperatura 200 gradus berganligi uchun bu 200 gradusda miski sulfat parchalanmaydi. Miski sulfatni parchalash uchun 400-500 gradus temperatura kerak bo'ladi. Bo'lsa 50 gramda qancha desak, 50 gram mahsulot olinganda 20 gram bu miski sulfat, 30 gram bu miski oksid bo'ladi. Endi miski oksiddan turib miski nitrat topib bergan bo'lsak 0,0375 mol ekan. Bu yerga qo'yamiz. Reaksiya suyultirilgan nitrat kislotada erigan misni miqdori 0,375 mol. Ana endi 160 gram miski sulfatimda bitta mis atomi bo'lsa 20 gramda qancha desak 0,125 mol mis mavjud ekan. Ana endi buni 0,125 ta yerga qo'yadigan bo'lsak, bizda dastlabki misol 0,125 chiqadi. Endi bundan turib bizda so'rayapti, reaksiyada ishtirok etgan sulfat va nitrat kislotalar molini aniqlang deyapti. 1 moliga 2 mol sarflangan bo'lsa 0,125 ga qancha desa 0,25 mol sulfat kislota. 1 ga 8 sarflansa 0,375 ga qancha qilib topsak, bu yerda 1 mol nitrat kislota sarflangan bo'ladi. Demak, to'g'ri javob B.